Hop, kishani bornam aytib beraman. Qo'shirobod haqida bir she'r yozganman. Samarqandning har tarichi menga suyuk. O'lka qayda bu tamaddun o'lkasiday. Lek Qo'shirobod boshqachada, kengliklari turk otamning jelkasiday. Katta otam ot chovdirib o'tgan kenglik, saroy bahrin turkman ilm tomir jaygan. Katta otam suruv haydab qaytar chog'i, katta enam kulchatoyga xomir jaygan. Jo'shdan jo'shib chiqqan ergash jumon bulbul, termalari qolib ketgan joni tanda, hatto esgan shamolida tillasi bor. Ey, bir Qo'shirobod baraka bor zarmitanda. Nuratatov, rizqqa to'la, ko'kka to'la, siyirlari jerga tiyar jelinlari. Bitta buxgalter bor har bir uyda, tuysa faqat hokim tuvar kelinlari. Ilm olish bu el uchun qadriyatdir. Bu qadriyat ikki dunyo jo'g'olmaydi. Qo'shirobodlik bo'lishning o'z shartlari bor. O'qimasa Qo'shirobodlik bo'lolmaydi. Besat hamroh. Alloh bo'lsin, sog' bo'lsin,